Navbatdagi andazalarimiz 40-razmerdan 60-razmergacha 11 ta asos, ya'ni reglan yeng asos andazalarimizni ham sotuvga chiqarganmiz qizlar. Kelinglar buni ko'rib chiqamiz. Atelye yurgiztirayotgan qizlarimiz uchun bemalol 40-dan 60-razmerdagi andazalarimizdan foydalanib, mijozingizni ko'krak aylanasiga qarab, ya'ni ichkariga yozganmiz har bitta andazalarga. Masalan, ko'krak aylanasi 100, ya'ni 50-razmerda olib bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Bitta razmerda katta, kichkina qilib ishlab yurmasdan har bitta mijozingizga alohida razmer bilan ishlasangiz, besprimerkasiz, ya'ni bichilgan libosingizga qaychi tegizmagan holatda bemalol tikib berasiz. Demak, bitta andazamizni, razmerdagi andazamizni tarkibini sizlarga tanishtirib o'taman. Demak, orqa detal, oldi detal hamda bu yerda orqa detalimizni yengi hamda oldi detalimizni yengi. 4 ta detal. Ana endi tikish texnologiyasini ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, reglan yenglarimizni vichkasini bundan oldingi darsligimizda ko'rsatib o'tganman. Ya'ni vichkalarni etakka ko'chirish, o'rta kenglikda keyin ustupda libosga olib o'tishni ko'rsatganman. Ana endi bu reglan yenglarimizni tikish texnologiyasini ko'rsataman. Mana bu bo'yin qismidan boshlab yelka qismi nastechkasiga to'shni keladi. Mana shu ayon nuqtasiga keladi hamda mana shu proyma nuqtalarigacha to'shni keladi. Orqa qismda esa xuddi shu holat. Mana bu vichkamizni korreksiya qilishdi. Bu darslikda, ya'ni sizga video darslik beriladi. Bu video darslikda ichida bor qizlar. Mana shu holatda ayon nuqtasi H ayon nuqtasiga keladi. Mana shu yerdan H ayon nuqtasidan bu qismi B nuqtagacha bemalol tikiladi. Bu yerda ortiqcha haq bo'lmaydi. Birga bir tushadi. Qizlar, andaza bilan ishlamagan qizlarimiz andaza bilan ishlashda qiynalaman desangiz, sizga maxsus video darslik tayyorlaganmiz. Aynan mana shu andazalar bo'yicha matoga qo'yib bichish texnologiyalarini video darslik qilib tayyorlaganmiz. Andazalarni xarid qilganingizdan keyin aynan mana shu darslikni linkini sizga beramiz. Bemalol video darslikni ko'rib, andazalardan foydalanish texnikalarini yanada chuqurroq o'zlashtirishingiz mumkin.